Baxtiyor aka, brending sohasiga qiziqish qayerdan boshlangan? Qiziqish birinchi ishimdan faxrlanganimdan boshlangan. Bu qanaqa bo'lgan desangiz, men Paynetda ishlardim. Maktabni bitirib, men Paynetga ishga kirganman 2013-yillarda adashmasam. Shu yerda oziq-ovqat magazinining yonida Paynet bo'lardi. O'sha yerda men ishlardim, ham yonimizda o'zimizda kompyuter xizmati ko'rardik. Bu yerda o'sha o'qituvchilar uchun referatlar, 3x4 rasmlar, shunga o'xshash xizmatlar bo'lardi. Bizda Epson rangli printer bo'lardi. O'sha yerda menga do'kondan chiqib qolishdi bir kun. Smetana sotishardi, smetana olib kelib, do'konga qo'yganda xolodilnikka iste'molchi odam kelib, tepasidan qarardi. Ularning tepasida qopqog'ida dizayni yo'q edi, faqatgina pastki qismida bor edi. Menga so'rashgan birinchi shu tepa qismiga bizga dizayn kerak, etiketka uchun. Men o'zimcha Photoshop ochib, chet el brendlariga o'xshatib bir logotip qilganman. Shukur davlatida nomlari, Shukur davlat deb chiroyli bir logotip ishlab chiqqanman. Keyin bitta manzara qo'yib, o'tga sigirni, sutni, bir nimalarni yasab turib, o'zimcha smetana deb yozib, o'sha foizlari hammasini qilib, birinchi qator dizaynimni ishlab chiqqanman. U narsa ma'qul bo'lgan, hamma tomonga yaxshi bo'lgan. Paynetimiz egasiga ham o'sha kompyuter xizmatidan постоянный o'shani qator etiketka dizayni chiqib turardi, tinmasdan. Keyin bir kun uyga borganimda, uyda o'tirganimizda ertalab nonushtada qarasam, smetana olib kelishdi. Qarasam, o'sha men qilib bergan dizaynda turgan ekan. O'shanda dedim, mana shuni men qilganman dizaynni deb faxrlanganman. O'shandan menimcha boshlangan qiziqish.